Hop, davom etamiz yo'robun. 46dan 48-savolgacha ta'mil ilko chumshum sengakil ko'rish pishiyo. Quyidagini o'qib, markaziy fikrni toping debdi. Ya'ni markaziy fikr deganda boshdan oxirigacha matnni o'qib tarjima qilib, bu odam bizga nima demoqchi ekanligini topishimiz kerak bo'lar ekan. 저는 저녁마다 운동을 하려고 했습니다. Men har kuni sport bilan shug'ullanmoqchi edim. O'tgan zamonda. 그런데 학원이 매일 늦게 끝납니다. lekin qo'shimcha darsim har kuni kech tugaydi. 그래서 날마다 늦게 집에 옵니다. shu sababli ham har kuni uyga kech kelaman. 빨리 시험이 끝났으면 좋겠습니다. tez imtihonim tugasa yaxshi bo'lar edi degan matn ekan. Endi variantlarni ko'rib chiqamiz. 저녁에 운동하면 좋습니다. kechqurun sport bilan shug'ullansam yaxshi. Lekin u hali sport bilan shug'ullanmagandi. Lekin bu yerda u kechqurun sport bilan shug'ullansam yaxshi debdi. Bu xato. 운동을 하면 살을 뺄 수 있습니다. sport bilan shug'ullansam oza olaman. Yo'q, bu yerda ham ozish to'g'risida gap ketmagan. Shu sababli ikki ham noto'g'ri. 시험이 있어서 공부를 해야 합니다. imtihonim bo'lganligi sababli o'qishim kerak. Bu ham noto'g'ri, chunki bu haqida gap umuman ketmagan. 시험이 빨리 끝나서 운동하면 좋겠습니다. imtihonim tezroq tugasa, ya'ni tugab, sport bilan shug'ullansam yaxshi bo'lardi debdi. Demak, bu variant to'g'ri bo'lar ekan. Ya'ni u sport bilan shug'ullanishni xohlaydi, lekin sport bilan shug'ullanishga uni vaqti yo'q, chunki u har kuni kech keladi qo'shimcha darsdan va imtihonlari tezroq tugasa sport bilan shug'ullanmoqchi edim degan bitta fikr bilan bizga bu matn orqali ma'lumot berib o'tdi. Shu sababli ham 4-variant, ya'ni imtihonim tezroq tugab sport bilan shug'ullansam yaxshi bo'lardi degan variant 100% to'g'ri kelar ekan. Endi 47-savolni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 저는 집에서 할 일이 많습니다. Meni uyda qiladigan ishlarim ko'p. 오전에는 청소를 하고 오후에는 식사 준비를 합니다. kunduzi, ya'ni obeddan oldin uylarni yig'ishtirib, obeddan keyin ovqat tayyorlayman. 쉴 시간이 없어서 힘이 듭니다. dam oladigan vaqt yo'qligi sababli qiyin debdi. Xo'sh, u nima demoqchi ekani topamiz hozir. 저는 청소 후에 쉬고 싶습니다. Men uylarni tozalab bo'lgandan keyin dam olishni xohlayman debdi. Bu haqida gap ketmadi. 저는 청소하는 것을 좋아합니다. Men uy yig'ishtirishni yoqtiraman. Bu haqida ham gap ketmadi. 저는 집안일이 많아서 힘이 듭니다. Meni uy ishlarim ko'pligim sababli qiyin. 저는 식사 준비 후에 청소를 하고 싶습니다. Men ovqat tayyorlab bo'lgandan keyin uylarni yig'ishtirishni xohlayman. Bu haqida ham gap ketmadi. Ya'ni 3-javob to'g'ri bo'ladi. 저는 집안일이 많아서 힘이 듭니다. Mani uyda qiladigan ishlarim ko'p bo'lganligi sababli qiyin debdi. 집안일, ya'ni chip uy, an ichi, il ish. Ya'ni uy ishlari deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni u nima demoqchi bo'ldi? Mani uyda ishlarim ko'pligi uchun qiyin deb bu matn orqali bizga ma'lumot berib o'tdi. Shu sababli ham 3-javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, ketdik. Keyingisi 48-savol. 축구는 정말 재미있습니다. Chukku bu futbol edi. Futbol judayam qiziqarli. 저는 수업 후에 친구들하고 축구를 합니다. Men darsdan keyin do'stlarim bilan birga futbol o'ynayman. 축구 경기가 있으면 꼭 경기장에 가서 구경을 합니다. Sport, ya'ni futbol musobaqasi bo'lsa, albatta musobaqaga borib, ya'ni tomosha qilaman debdi. Ya'ni bu matn orqali biz to'g'ri javobni topishimiz kerak bo'lar ekan. Bilmagan so'zlarni hozir men yozib qo'yaman.
Xo'p, endi variantlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 저는 축구를 좋아합니다. Men futbolni yaxshi ko'raman. Albatta, bu matn orqali u odamni futbolni yoqtirishi haqida gap ketgan. Xo'p, nega 2, 3, 4 xatoligini hozir ko'rib chiqamiz. 친구들은 축구를 잘합니다. Do'stlarim futbolni yaxshi o'ynaydi. Bu yerda yaxshi o'ynash haqida gap ketmagan, shu sababli ham ikkinchi variant noto'g'ri. Xo'p, 3. 수업 후에 운동을 자주 합니다. Darsdan keyin sport bilan shug'ullanaman. Bu yerda ham sport bilan shug'ullanish haqida gap ketmagan. 경기장에 가서 축구를 보면 재미있습니다. Xo'p, o'sha musobaqa joyiga borib futbolni ko'rsam qiziqarli debdi. Yo'q, bu musobaqa haqida gap ketgan, lekin aynan futbol musobaqasini ko'rish qiziqarli degan gap ketmagan, balki futbol juda ham qiziqarli haqida gap ketgan va bu yerda 축구 경기가 있으면 degan. Ya'ni futbol musobaqasi bo'lsa, albatta musobaqaga borib tomosha qilaman degan. U hali tomosha qilmagan, shu sababli 4-variant ham noto'g'ri bo'lar ekan.